Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Muhterem aziz kardeşlerim. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Rabbimiz Subhanahu ve Teala Kur'an-ı Kerim'de bizge bulay dey. Ya eyyühellezine amenu qu enfusakum ve ehlikum nara. Ey iman kitirgen bendeler. Yani Allah Teala özünün imanlı La ilahe illallah Muhammed Resulullah dip etuşu bendelerge, 5 vakit namaz okuşu bendelerge müracaat ite. O'zingizne qutqarig'iz dey. Ham ala o'zimiz bilangina tugil, o'zingizning g'aylalaringizni da, o'zingizning ahillarigizni da qutqarig'iz dey. Narsadan qutqarig'a Alloh taolo so'ray? Ya'ni kisata bizni jahannam o'tindan. Ya'ni balalarimizni, xotinlarimizni tarbiyalagiz deganni anglata. Kichkinadan balalarga, ya'ni bala tug'ash anga xayrli ism qo'shirga, azan aytirga, ham qomat aytirga, o'ng qulog'ina azan aytirga, sol qulog'ina albatta qomat aytirga. Bu g'amalning ne kadar zor savaplı ham ne kadar kerakli ekanligi turunda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem o'zining hadis şeriflerinde aytdi. Yani Sibyan degan shayton bar, ol balalarga zarar keltira turgan shayton. Ham şuşu shayton zarar keltirmasin deb bala tuğuğa terbiyeni başlag'iz dedi. Yani balaga azan aytigiz. Qulog'ina azan, sol qulog'ina qomat aytigiz. Balaga zarar kelmez dedi. Şuşu shaytonning zararı bo'lmas dedi. Şundan so'ng Alloh taolaning biyikligi turunda oyatlar o'qigiz. Ya'ni Ayatul Kursi bo'lirga mumkin, İhlas suresi bo'lirga mumkin. Umuman bala tug'udan boshlab Alloh taolaning oyatlarin, Alloh taolaning aytgan so'zlarin o'qirga kerak. Ham endi tura bara balaga axloq, tarbiya, diniy tarbiya berirga tirishirga kerak. Mana Alloh taolaning shu oyati bizga ko'p narsa turunda aytadi. Ya'ni o'zingizni ham g'oyalaringizni o'tdan saqlag'iz. Ya'ni agarda biz o'zimiz turundagina o'ylab namoz o'qib qana jirsak, g'oyla biz turunda o'ylamasak, bu yolg'ish bo'lar edi. Bu zo'r xato bo'lar edi. Bizning balalarimiz allaqayda yerib, o'z ishlari bilan shug'ullansalar, albatta oxir shigida bek zo'r o'kinishga duchor bo'lirga mumkin. Alloh taolo o'zi yordamchi bo'lsa edi. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.